Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasi Turg'unov kanali. Bugungi videomizda sizlar bilan tarkibimizni full max qilishga harakat qilamiz. Ozmuncha kuchaytirishlar terib qo'yganman. Do'stlar, obunachilarim, agar videolarimiz sal uzoqroq bo'lganligiga chiqmayotganidan xafa bo'layotgan bo'lsanglar, men o'qishlarim tufayli videolarim sal ozroq bo'lib chiqyapti. Haftada bir marta chiqyapti. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Xudo xolasa haftada 2 marta chiqarishga ham harakat qilaman videolarni. O'qishim sabab delasa ham o'ynay olmayapman, ba'zida o'ynayapman. O'shaning uchun xudo xolasa keyingi videolarimiz tez chiqadi. Ba'zilarini xudo xolasa haftada 2 marta chiqarishga ham harakat qilaman. Bugungi videomizda shu futbolchilarimizni max qilamiz. Olmoslardan, kuchaytirishlardan foydalanib. Kecha men omadsiz bo'ldi, chunki kecha sezon passi yakunlandi. Yangi sezon passi keldi. O'sha Dream agent olib, 3 ta agent ola olmadim. O'qishim sababli Dalasa o'ynamaganim uchun shu yerdaga oxirgacha bora olmadim. 15 ta qolib ketdim. Sizlarga borgan bo'lsanglar, qanday 3 ta agentlar olishga ulgurdinglar, kommentariyalarda yozib ketinglar. Keyin sizlarga bitta life hack o'rgataman. Klaninglar oddiy klan bo'lsa, manaqa kuchli klan bo'lmasa, qanday qilib kuchli klanni ochishni o'rgataman. Klanga kirganlardan so'ng yozuv degan nima desam bo'ladi, poisk qidiruv degan joyiga xohlagan bitta harflarni yozib qidirsanglar, yaxshi klanlar chiqadi. Yaxshi klanlardan foydalansanglar bo'ladi. Shundan foydalanib o'zinglarni ham yaxshi klanga erishishlar mumkin. Bu life hack sizlar uchun tayyorladim. Ko'p kuttirmasdan videoni ham boshlaymiz. Birinchi navbatda futbolchilarni ko'p qilib borganman. Shularni sotamiz. Internet ishlayapti. Video olinmoqda. Sekin ishlayapti. Bugun sizlar internet Wi-Fi'da. Shuncha ham qadami. Keyingi videolarni haqida kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqa videolar chiqarishga harakat qilaman. Darvozabonlar sotmaymiz, mana futbolchilarni sotamiz. O'ynab ko'p shunaqa futbolchilarni sotib olganman, arzon futbolchilarni. Qolmadi shekilli desam, ham bor ekan. Yana bitta qolmadi. Mana 10 ta oddiy common kuchaytirishlarni ishlatamiz futbolchilarni. Xudo xolasa shu hamda full qilib olsak, bugungi videomiz juda omadli bomba video bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Videoni boshlaymiz. Abduqodir Husanovga tushmoqda. 79 bo'lib ketdi. Bellingham davay. Yo'q, Salibaga tushyapti. Uchinchimiz Virgil van Dijkga tushmoqda. Salibaga tushmoqda. Bellingham. Yo'q, Erling Haaland. Tushmoqda. Bellingham tushsin. Virgil van Dijkga yana. Salibaga. Yana bitta Salibaga. Salibadan 300 holati chiqdi. Shomurodov. Zoya Hernandezdan ham 300 holati chiqdi.
Endi oxirgi kartoshlarımizdan biri Rarim'de bosamiz. Qani Bellingham tushsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bellingham ajoyib, Bellingham tushmoqda. Yo'q, Bellingham hali full bo'lgani yo'q. Husanovning tezliklari ham full bo'ldi. Endi ikkita komanda ham o'zamiz. Husanovga ko'p tushyapti. Oxirgi isimiz safar Bellingham full bo'la olmaydigan. Internetning yaxshi darajada bu oddiy ehtimol. Bellingham yana bitta Bellinghamga tushish kerak ekan. Bellinghamga tushsa juda katta zo'r narsa bo'lar edi. Yo'q, Bellingham hali full bo'la olgani yo'q. Ikkita kerak full bo'lish uchun. Videoni yakunlandi. Bosib obuna bo'ling.